Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, elatdoshlar. Biz hozir idora yo'ldamiz, idora yo'lga keldik. Shu yerda Izzat jo'ramiz, Jumashov Izzat jo'ramiz do'stimiz bir do'kon ochibdi, bir biznes boshlayapti. Xudo xolasa, shu do'konni video davomida ko'rib, obzor qilib, yurib boraveramiz esa manzilni ham tanishtirib beramiz. Manzilga keladigan bo'lsak, idora yo'ldamiz hozir. Manzil idora yo'l. Yurtdoshlarimizni. Ben evvelki garaj bir, balıkxonam var berdi. Shu yerda balıkxona var. Buyani öyle buani köprü. Şimdi buyani dalışa gitsizlar, Büyük İpek yoluna sentralni yo'l chiqib ketadi idora yo'ldan yana. Yurtdoshlarimizni. Shu idora yo'ldan kirib kelasizlar, bu yandan ne? Sentralnidan kirib kelasizlar yana. Shu yerdan kirib kelib chapa burilasizlar. Bunda vishka var, Belayni vishkasi. Görüp turganlarınızda Belayni vishkasi var. Evvelki garajni onunla berin. Verile. Yine şu yerden girip gelemiz. Buyani hozir bu birinchi joy, ikkinchi joy, uchinchi joyda chap qo'lingizda uchinchi joy. Endi buni do'stlarimiz elatda ular aytib turdilar. Shunday yaxshi do'koni ajoyib, hamma o'z bor ekan deb turdilar. Xudo xolasa hozir ko'rib boraveramiz video davomida. Dik vishkani yonimdan kirib boraverasizlar. No vejlab hammasini hozir mana maz doğru gelişim. Doğru. Hozir borib ko'ramiz endi. No vejlab no vejlar yo'q. Shular video davomida xudo xolasa ko'rib boraveramiz. Buni masalan men o'zim ham ertaroq eshitdim. Do'kon ochibdi deb. Aniq ma'lumotni bir 2-3 kunlikda eshitdim. Jo'ralarim aytishdi, elatdo'lar aytishdi, yaxshi do'konimda hamma o'z bor ekan dedi. Kimni do'koni dedimki, Izzat Jumashov dedilar. Hovuz jo'ra-ku dedim-da. Dur bir ko'rsatali deb qaytdim to'g'ri. Hozir ko'ramiz endi. Nasib etsa, ko'ramiz hamma o'z bor deb turdilar. Xudo xolasa, shu joyida, shu joy. Eldina karishdan zabor qilingan imonda. Naqshla qilib. Oq darvoza Elatimizda boshi, mahallamizda yangilik bu. Shunday do'konlar kerak. Yani ne desem ekan? Nega chiqib ketadi pochta edi. Shuni yo'li bu. Yani idora yo'ldan kelasiz. Siz video davomida ko'rib boraveramiz. Shu manzil. Shundan kelaverasizlar. Izzat bormikan endi bu endi hozir. Knopkasini bosib ko'ramiz. Knopka bor ekan. O'qlatamiz. Izzat bosh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Izzat, sog'liqmi, yaxshimi? Yaxshimisan? Rahmat. Amasan. Shu yerda do'kon ochdi dedilar. Jo'ralar ham aytdi, elatlar ham aytib turibdi. Yaxshi, rahmat. Shundoqmi? Chiqarsak bo'ladimi? Xudo xolasa. Hamma o'z bor dedilar. Endi hamma o'z bordan kerakmi dedi shu. Endi nima desam ekan? Ko'p o'z bor dedilar-da senda. Idish tovoqdan tortib kiyim-kechak ham bor dedilar-da. Produktdan ham bor dedilar, shunga. Men uchun ham qiziq, ham elatdo'lar uchun ham qiziq-da u. Hamma o'z bor yani. Shuni taqib bermading. Do'stlar bilan to'g'risincha xaham etadi yaxshi. Geldik İzzat jo'ram yana. Jumashov Izzat jo'ram. Birga o'qiganmiz do'stim. Ajoyib bola bu, kamtarin. O'zi kerakmi deb videodan ko'rib tursalar, shertamasada o'zi kamtar bola. Xudo shukr, ustam hamma vachimiz normal. Arzon baho bo'lgani turibdi. Ko'p odam aytib o'tdi-da, Izzat.
Hem öz bor ekan, universal Doğru, deb doğru. aytdılar da, kiyim-kechak ham bor ekan, idish-tovoq ham bor ekan dedilar da. Şuna Görever hava. göreli kanizet jo'ramana deb dur qaytaverdim ben. Yaxshi aytibsan da. Bilayli-de. Kamerasız gelse ham bular aytdi. Ha? Endi bir yangilikni no desem Bo'ladi, ekan. yaxshi. Men bildim, hamma bilsin bir Zal yo'q, shu maqsadda geldim, xudo xolasa. Yine Men o'zing ham- bir donishtirib bersang. Hava. Ha. Şu ne oldu men ham şu Jumashoplardan mayın. Aha. Jumashop. Şu uydan bir kichkina magazin ochib edik. Ha. Qachon boshlashtirding buni, xudo xolasa? Ay ko'p bo'lmadi, bir 3 oy 4 oy bo'lib bordi. Hı hı. 3 oy bo'ldi yani. Ma'qul. Bir kiyim-kechakdan boshlab edik. Keyin Hava. bu ne dedi? Talaba göre bunu so'radilar, uni so'radilar, buni so'radilar, asta-asta ekkalab şu neye geldi. Asta mideden. Ne misalı biri geladi, bu vecin yok mu dedi. Hava. So'raymandan keyin ekkalaman. He, talaba qarab, ha? Hava, shunda trip ko'paytirib Doğru gap ekan shu. Ya bo'lmasa Xalqqa kerak o'zi boshlanishi tovardan boshqa metraj edi o'zi. he, tovar. Hava, Telegram gruppadan metraj neler edi. He, Telegramdan kanal bormi? Hava, bor. Unam adını aytib, no deb yazsalar chiqadi. Optim narx deb chiqadi, Maxtum Quli. Maxtum Quli, Optim narx, ha? Hava. Boshda Maxtum Quli deb yoziladimi yo Optim? Nega qo'yib qo'yasan o narsani. He, silkasini videoga qo'yib qo'yamiz, ha, Hava, YouTube'ga. to'g'risi to'shquncha bilinman. Hava. Şu bilan o talaba göre astan bunu so'raganlar ikkab berib, şu neye geldi? Ne Xudoga shukr. Endi tamam emas, maqtanish emas, oddiygina, kichkinagina, kichik o'zlarimiz o'xshagan hammachi. Hava. Ixchamgina. Ixchamgina va hammachi bor. Xudoga shukr kelgan odam no desa topadi. Hava. Ko'ngli no istesa topadi. Xudo xolasa. Aynan. Bir yerda ayol kishilarga Gerçekten kerak tovar. gösterdi. Pasuda neleri, da xan taxtaları, her xilisi var. Tumalaq deymi, to'rt burchak deymi? Onday, ha? Hava, her xili. Razmer. Ayol Qalagan kishilar. razmerinde bor ekan, ha? Hava. Bular endi xudo xolasa necha so'mading bu bular? 45dan 75gacha. Emin taxtachasidan hisoblasang bu 10dan boshlanadi. 10, 15 bu. Hava. Go'shtdan metalidan. Bu 45, 60, 75 eng kattasi. O'qlovlar ham bor ekan. Ha, bor. O'qlovlar ham bor ekan. Ko'rib turganlaringizni. Ajoyib. Yoyib. So'raganlarni ekkalib shu nega geldidan no dedi. Xalq talab etdi. Hava, xalqning talabina qarab, ha? Da chanikka sala ya. Qadaqaymi? Unda rasmoyobga yomon yetadi-ku, shoshlik nelar ham bor ekan, setga. Onam ko'p so'radilar. Keyin orqasidan xilidan ekkab ko'pmi. Razmerlar, ha? Har xil razmeridan bor ekan. Biz ham qaqras qum yoqim bizlar ham moyobga yedim o'ng'aylarina. Çubuklar var, şaşık çubuk, arzan 1000 so'mdan. 1000 so'mdanmi, ha? Shoshlik chubuklar. Shurda yana meda chudalar bor, Kamol. Men hozir bularni qaysi birini aytishga meda 5000 so'm, ashunda 10000 so'm meda chuda, pichoq, olma medali don. Hamma o'zidan bor ekan, ha? Hava. Ki bu ne narsa? Ya bolalar yana don versin. Bolalarniki voy, bu Gapli don o'xshaydi bo'lsa. Gapli albatta qo'yilma. O'zbek til, rus tilidan bor. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili ham bormi? İngiliz tili, bunun ne var? Kitap xilisi. Ha, kitap xilisi bor. Ha, o'zi shuni olsam sabrat etib turadim. Bu Kushnak verdik. Oldilar yaxshi qiziqib. Hozir ingliz tilimi bu? Ishqilib olib batarasi turam. Ha. Hava, ingliz tiliga ham uncha tushunma. Ha. Ular ingliz tilini İngiliz tiliga ham bor, havo, ayna rushkasi narsa hamma bor. Daska. O'zbekcha, inglizcha gapli hamma bor. İngilizcha, o'zbekcha gapli terjima qilib. Zaratchiki bor, zarata qo'yiladi. Zarat ham qo'yiladi ekan, ruchkasi hamma o'zi bor ekan. Bolalaringizni azayib bir qo'ysangizlar, o'rganar ekan. 80 ming so'm. 80 ming so'm, ha? Ana. Bular 25 ming bergilar. Ola, ha?
Ola 25 ming so'm. O'zbek tili, rus tili bor. Bunda endi daskelar ham bor ekan. Ular ham 10 ming, 15 ming so'm. Kelaveradi ekanlar. Keyin bu idish tovoqlar necha so'mlar? Idish tovoqlar bular 130 dan. Bu oqlar, bu ko'kan, bu 120. Ko'rib turganlarimiz. Kelaverasizlar idish tovoq kerak Keyin bo'lsa. bunday narsalar, bundan qo'yadi uni 100 ming so'm, bu meva-chi, nelar qo'yadi 35 ming so'm. 10 ming, 15 ming, bu 40-45. Xullas shundan ko'p do'rsanmasin bahasini. Bemalol kelaveradi ekanlar. Bular ham ketadi. Hozir shunga qo'yib turibdilar kerak, chaqqa chiqqanlar. Shunday idishi. Chiroyli bo'ldi. Bular ham shu 50-55 da 70gacha bor. Nima? Yo'q, bu 6 chashka bir komplekt. Bu chaniklar delni. 28, 25, 20 shunday ulug'lik kichiklar. So'q saladi uni bana 100 ming so'm. 100 ming so'm ketaveradi. Buning non patnusi bor, arzon, qulay. Bular necha so'm? 30 ming so'm. 30 ming so'm. Kelaverasizlar, yana idishlar bor ekan. Bunda chanik kasalar bor ekan. Bunda toza degan chaniklar bor. Uni kasasi bunda. Bular 25, bular 10 dan. Bunda paxta gullini kam bor. Paxta gulli kasa. Kasasi ham chanik ham bor, orqada turibdi. Paxta gulli. Unda chanik ham kasasi ham bor ekan. Bunday shoyimi bu? Shoyi o'xshaydi. Bunda musul saladi uni. Bular podarishni nelar kasalar. Podarkaga, nega qadaqayman o'ng'aylagan chiroyli. Bunda nelari bor keyin. Blyudasi, tarelkasi, 2 xil tarelka. Kichkina ulraqi, bunda blyudasi. Ular ham 2,5, 3,5, 8 ming so'm blyudasi. 8 ming so'mmi? Keyin bu platisalar o'xshaydi. Platisalar ham bor, bani platisa. Ular ham 25, 30, 25 dan 17, har xil. Bunning podarishni chashkalar bor. 10 ming so'm. Ichida stakani bor. Ajoyib. Birovga podarka etmagan tamina. Podarka edim o'ng'aylaganmi? Akkuratmi? 4 qalibli bor bunda. 4 qaliblar bor ekan. Ajoyib. Bular ish komplektmi shudir yo edennimi? Yo'q, komplekt. Komplekt necha so'mlar bu? Bu komplektki 65 ekan. 65 ming so'm. Nelar uchun supra deymi, supra. Hamma xullas topasan. Kerak. Bu yerda patadelnik pastellar turibdi. Ular ham har xil. Kelaveradilar, pastel kerak bo'lsa. Endi igrushkalar. 5 mingdan tutib 100 minggacha bor bu yerdan. 5 mingdan 100 mingga. 100 mingdan 5 ming so'm. Bu yosh katta asosiy 10 mingliklar. Masalan, traktorlar bor prinsipi bilan 10 ming, 15 ming har xili chiqadi. Qiz bolalar nelar bor? Quyanchi. Ular ham 40-45. Bular ham ketadi. Ulug'lik kichikligisine qarab baholari. 40 ekan, shuni top 100 gacha, kattasi 100 ming. 100 ga so'mmi? Otlar ham bor ekan. Bog'lar uchun ishlaydi. Keyin bu yerda kiyim-kechak ham bor ekan, Kiyim-kechak koshurda o'g'il bolalarning sviterlari bor, yo'q, birisi qoldi. Keyin tepadan bor o'g'il bolalarniki bu yoqda orqada. Bu nelar, xotin-qizlarniki. Xotin-qizlarni. Hamma kiyimlari topiladi ekan bu yerda. Ayollarni. Bor, kiyim-kechaklardan top 180 shunacha ketadi, bunda jimpullari. Bu yandan bor ekan kiyimlar. Bu detiski bular. Detiskilar bu yerdan ham kiyimlar necha so'mdan necha so'm odam bor shu bolalarni. Bular shu 20 dan boshlanadi, da 80 gacha bor. Kiyimda ro'mol. Ro'mollar bor har xil. Ro'mollar necha so'mdan necha so'm odam bor. Bu ham shu 10 mingdan tutib da 60 70 gacha boradi. 60-70 ming so'm. Bunda 3 narda turibdi. Endi bular qaysi birini ko'rsatib. Odiyallar bor keyin. Odiyallar necha so'm bor? Odiyallar 90 dan boshlaydi 230 gacha. Detiski bor ya. Keyin qalinliq ham normal, bir kat, bir odamlik, 2 kat, shu hamma ichki turlari bor. Kamon. 2 odamlik, 1 odamlik. Chetdagi 230lik yaxshisi. Dim qalin xiylar. Ajoyib. Qalin yipqasına qarab ko'rib olaverasizlar. Har xil rangidan bor ekan.
Unda ya metraj. Havalar ham bor ekan, ha? Metraj. O'zi aytdim-ku, asosiy başında metrajdan Doğru ekan, boshlanadi. shunda doğru aytibdilar İzzet. MVS bu pochti universal rossiyskiy so'z borda universalda ham Hava. bizlarda nima deb aytiladi u? MVS bor degani. Hava. MVS topiladi deganida. Havarın ham şu metri da başladı 15'ten Hava ay bu 55-60'a gitadi. 55-60 adam. Hava turi topiladi ko'p yani. birden. Mesta kichkina bo'lgani Hava. hamma zich joylashtirib birdan suytirlab endi mesta Hava. Bu o'g'il bolalarniki ekan. hava. Meva chevalar. Keyin meva chevalar ham bor ekan bu yerda. Bugun keldim bularni hava. Bularning necha o'tirtincha so'mdan o'tirdi, xudo xolasa. Xurmolar 10.000 so'm, olma 15, banan 25, kivi 25, ananas 16, mandarin 25. Ne ananas resmi orzallaptı ha? Ananasını gör. Ben hem görüp hayran kaldım. Ululuğunu gör. Ağzıyla bir... Bunu yazdan mıydı bilinmeyi? 70-80 bin so'm da ish berishlar. Bilmem. Ben hem bu Bu evrak ekkevetim arza bu sefer kımmatlaptı. Şu an 15'ten bervedim. Üstü her danasını özüm 1000 so'm koyup bervedim 15'ten. 14 tab 10. Şimdi bugün kımmatlaptı. Şu an 16'a götürdüm. 1000 so'm danasında göresen bunu onun neyse ama. Köp koyulmaydı. Bunlar ha misal bazardan şu 25 benden 25. Bazar baha ekan da bir ha. Bananlara Çok bazarına bahas. ama hemen salıştıraversinler görever. Biletli özleri gelip buraya. Evet. Yeni bir de yine kosmetikası Kemal. Şimdi ulanı yanına ötsen yan buladı. Ava, ayta mikrofonda netlerdi. Birden saat 2000 so'mdan tutadı 150-200 ming so'm açaba. Kosmetik yani. O'g'il bolalarning neler var? Do'qilari, Rexona. Do'qilari bor, unda o'g'il bola soati bor, qizlarniki bor. Bunday ekan. Ya padar kelgan o'zingiz doqsangiz ham bo'ladi inamas. Mesta kichkinaroq Kemal shu hamma joylashib yotibdi-da. Ajoyib, shundan joylashtirib chiroyli bo'lib bino. Undayna bular shampon nelar, pashluq, o'g'il bolalarniki, qizlarniki. Hammasidan bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerda hamma o'zlar bor ekan, ko'rib Şimdi şokolad neler ham bor. Neler Kemal, bir de ya kant kurslar. Hammasidan bor. Kant kurslar bir yerda. Necha so'mdan necha so'm adam bor shular. Bir yerda baku, sana aytsam kilosu başlanadi bir 20-25'ten başlansa gerek. Şimdi turi ko'p, bibaqlardan bor. Şokoladlar, bir de pechonni, bir anda neler konfetlar. Şokoladlar. Ne pitkeler bunda Yok var, hamma bor. Eğer ko'psi mesta bo'lmaganda bu yoqda turib so'raganini topib beriladi. Unda xurmolar bor. Xurmolar necha so'm xudo xolasa? Bir oy qoldi kerak ro'zaga da. Bir oy emas, oz qoldi. 30, 40 koropishni bor menni. Qarab kelasan bor ha? Mana. Bemalol yana shu yerdan kelib olaverasizlar keyin. Mahlasini. Ajoyib xurmolar. Og'iz ochganda kerak bo'ladi. Pichinalarni har xil turlari bor ekan bu yerda. Semichkalarni, oqi, qarasi, kiloli olaverasan. Kilolab olaveradilar, grammlab ham. Yurtdim olarasiz. Bor. Mide chuydalar keyin. Qan mide chuyda hamma. Bu shart emas. Kuningiz ne istese bor, qalbarsa salbarsa deysiz. Mide chuydalar. Pechonlar, pishiriqlar endi bugun keladi, xudo xolasa qutardi. Xo'jalikqa nima kerak bo'lsa bor ekan bu yerda. Bemalol kelaverasizlar. Sizlar Telegram kanal. Bemalol. Esa uni ko'proq shunday yillatlar, tarqatib qo'yasizlar. Bolalarning katta ekan.